Demak, bilamizki everything is trade off. Ya'ni har bir narsani o'zini plus va minus tomonlari bor. Demak, qanday plus va qanday minuslari bor? Endi tasavvur qiling. Biz ma'lumotlarni hammasini column store shaklida saqladik, ya'ni column ko'rinishida saqladik. Xo'sh, bu yerda nimalar yutamiz, nimalar yutqazamiz? Ushbu operatsiyalar haqida o'ylab ko'ring. Yangilash, o'chirish, qo'shish, o'qish, tranzaksiyalar va hokazo. Keling tahlil qilib ko'ramiz. Agar biz bitta ma'lumotni yangilasak, misol uchun Johnni, ya'ni name'ini yangilasak, misol uchun Johnni Jonathan deb atasak. Xo'sh, nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Demak, biz bitta joydan yangilar ekanmiz. Endi o'chirish haqida o'ylab ko'ring. Misol uchun tasavvur qiling, o'chirish, ma'lumotni o'chirish. Nechta joydan o'chirishingizga to'g'ri keladi? Demak, 3 ta joydan. Agar bizda kolumnlar ko'p bo'lsa-chi? Demak, buni o'ziga yarasha trade-off'ini ko'rdingiz. Qo'shish bo'lsa-chi? Ma'lumotlar har bir table'ga yoki har bitta table'ga, ya'ni table'ga qo'shib chiqishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun bu yerga id'ga id'si, name'ga name'i, salary'ga salary'si va hokazo. Endi ma'lumotlarni o'qishni tasavvur qilib ko'ring. Bizda bitta ma'lumotimiz bir nechta ma'lumot so'rayapmiz. Ya'ni 20 ta ma'lumotni jadvalda o'qimoqchimiz. Bu degani 20 ni 3 ga ko'paytirasiz degan. Ya'ni shuncha ish bajarilishiga to'g'ri keladi. Ya'ni eng yomon holatda aytmoqchiman. Agar eng yaxshi holatda siz agar zo'r injener bo'lsangiz, uni union qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, mana bu jadvalni o'zini alohida bu degani hali ham bizda 3n ga to'g'ri kelyapti. Ya'ni 3 ta joydan o'qib birlashtirishimizga to'g'ri kelyapti. Demak, bizda birlashtirish jarayoni bor. Tranzaksiyalar endi aytmasa ham bo'ladi. Demak, vaziyatni his qildingiz. Yangilashda ham xuddi shunaqa, ya'ni siz bittani yangilasangiz hech narsa bo'lmasligi mumkin, lekin bir nechta rowni yangilash bu juda ham azob. Ayniqsa filtr qilishda id'si 102 bo'lsin, 1002 bo'lsin yoki 1003 bo'lsin desangiz, birinchi id table'ni o'qish kerak, undan keyin siz aytgan table'ga o'tib, ya'ni u yerda ma'lumotlarni yangilash yoki o'chirish olib borish kerak bo'ladi. Va buni o'ziga yarasha plus minuslari bor. Endi keyingi holatni ko'radigan bo'lsak, agar bizda row holatda saqlansa, hop, nima operatsiyalar haqida o'ylashimiz kerak? Compression haqida o'ylab ko'ring. Ya'ni ma'lumotlar turli xil. Misol uchun id son, name string, salary son. Demak, bir xil takrorlanuvchi ma'lumotlar kam. Va ba'zan siz butun bir qatorni kompress qila olmaysiz. Chunki PostgreSQL ma'lumotlari, ya'ni MySQL, PostgreSQL butun ma'lumotlar ombori ma'lumotlarni kompress qilib saqlaydi fayllarda. Shunchaki o'zini saqlamaydi, chunki bu xavfli. Chunki xotiradan yutishimiz kerak, shuning uchun siqadi ma'lumotlarni imkon qadar. Ya'ni compression row holatida juda ham qiyin. Ya'ni o'xshash ma'lumotlar yo'q, chunki hammasi har xil turdagi ma'lumotlar va qiyin shunchaki. Agregatsiya haqida o'ylab ko'ring. Biz misol uchun o'rtacha maoshni hisoblamoqchimiz. Xo'sh, nima qilamiz? Butun ma'lumotlarni yig'ib, xotiraga pejlar yuklaymiz va ma'lumotlarni salary'sini ajratib olib, undan keyin agregatsiya qilamiz. Shunda ham juda ham inefficient. Va big table scan, ya'ni bizda katta table bor, ya'ni jadval bor, uni birma-bir ko'rib chiqish haqida o'ylab ko'ring. Bu ham juda ham tedious work, ya'ni juda ham ko'p mayda ish. Agar bizda milliard table bo'lsa, bu degani juda ham katta operatsiya, ya'ni IO operation bajarishimizga to'g'ri keladi. Barcha ma'lumotlarni ko'rib, o'qib, ya'ni xotiraga yuklab o'qib, ya'ni xotiraga yuklab o'qib, misol uchun bormi yo'qmi deb juda ham ko'p ishlar bajariladi. Keyin xotira bilan bog'liq amaliyotlarni o'ylab ko'ring, ya'ni biz o'tgan darsimizda o'tib ketganimizdek, xotiraga yukladi va cache qildi, shular haqida o'ylab ko'ring. Bu juda ham inefficient hisoblanadi, o'ziga yarasha yo'llar. Endi xuddi shu ikkala bir-biriga qarshi operatsiyalarni bir-biriga qo'yib ko'ring. Misol uchun, siz mana bu yerda yangilasangiz bitta qator yangilaysiz. O'chirsangiz bitta qator o'chirasiz. Ya'ni bir nechta joyga borish, murojaat qilish shart emas. Qo'shsangiz ham bitta operatsiya bajarasiz, o'qisangiz ham bitta operatsiya bajarasiz. Tranzaksiyalar ham juda ham ajoyib ishlaydi. Bu yerda ham sizda ma'lumotlar ketma-ket saqlangan. Misol uchun, ketma-ket saqlangan. Siz kompress qilishingiz ham oson. Ya'ni sizda 2 ta jon bo'lsa, jon 2 yoki 10 ta jon bo'lsa, jon 10 deb yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni 10 ta jon bor degan. Misol uchun bitta qilib. Va hokazo. Ya'ni id'larni inkremental ketma-ketlikda qo'yib ketganmiz. Buni ham compression algoritmlari bor o'ziga yarasha.
Agregatsiyani o'ylab ko'ring. Ya'ni biz jadvalni faqatgina bitta bizga kerakli sellarini olib, o'sha yer ustida agregatsiya bajaramiz. Yoki butun tableni skan qilib chiqish ham bizga arzonga tushadi. Chunki faqatgina kerakli ma'lumotni biz xotiraga yuklayapmiz. Xotira bilan bog'liq bizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Ya'ni o'ziga yarasha trade-offlari bor. Hop, PostgreSQL bizga column store yoki row store qaysi birini taklif qiladi? Ikkalasini ham taklif qiladi. Faqatgina by default biz MySQLda yoki PostgreSQLda row store ma'lumotlar ko'rinishda ishlatamiz. Ammo bizda extension ya'ni qo'shimcha dasturlar bor. Misol uchun PostgreSQL o'ziga o'rnatsangiz bo'ladigan bu C-store adashmasam, C-store deb ataladi. Mana shuni o'rnatib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Va SQL serverda bu sizga choice beriladi o'zi.